Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa acırızı. Washington'da sözleyimiz bugün çizlağa 2022 yıl 9. ayının 18. günü. Vaziyet doğrusu da gep kılsak. Bugün ettigendiler degendek. Hele ki Maşanşin ben degen Tungan dostumuzdan haberede Rusya Federasyası'nın Taşqi İşler Ministeri Sergey Lavrov New York şehriga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'iniga qatnashish uchun keladi. Endi ihtimal Aqsarayda amaldorlar bilan ko'rishishi mumkin degan gapni qildi. Buning o'zi nima deymiz desiniz, hozir so'zda siz bizga yetkazadigan va tushunadigan so'z deyish qandaq ish yo'q ancha. Lekin harakat nihoyatda cho'nqur, hikmatlik bir sirliq mazmun ketyapti. Buni tuvanda leksiyamizni muhokamada ko'rishaylik vatandoshlar. Hozir sizlarga so'zlaydigan mavzu mundaq. Ermeniyaga madad berish uchun Amerika Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi vakillar o'migini boshlab Armeniyaga yetib keldi. Mavzuda xabar 9. ayning 17. kuni erkinlik vaqt gazeti e'lon qildi. Amerika Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi yaqinda qo'shni davlat bilan to'qnashib qolgan Kavkaz davlati Armeniyaga yetib borganligini e'lon qildi va shu vaqt 17. kuni Armeniyaga yetib keldi. Bu Nancy Pelosi'ning Armeniyani tunji qatim ziyorat qilishi edi. Hamda bu davlat Armeniyani ziyorat qilgan yuqori darajalik Amerika amaldori bo'lib hisoblanadi. Reuters xabar qilib bunday ko'rsatdi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi Germaniya Berlinda 7 davlat sanoat guruhining yig'inida qatnashayotgan chog'ida Armeniyaga ziyoratga borganligini e'lon qildi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi bilan birga yana davlat majlisining 2 nafar armeniyalik a'zosimi ziyoratga birga bordi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi 17. kuni Twitter'da bunday ko'rsatdi. Bugun men bir vakillar o'migini boshlab Armeniyani ziyorat qilaman. Nancy Pelosi ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Amerika Armeniya va Kavkaz rayonining bexatarligi, iqtisodiy gullanishi to'g'risida demokratik davlat boshqarish jihatda qo'llaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Armeniya parlament boshlig'i Olan Simonyan aeroportda chiqib, Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi yetakchiligidagi vakillar o'migini qarshi oldi. Ham Twitter'da bunday ko'rsatdi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi yetakchiligidagi vakillar o'migini qizg'in qarshi olamiz. Ular Armeniyaga tarixiy xarakterlik ziyoratga keldi. Nihoyatda mazmunliq suhbat o'tkazamiz. Armeniya bilan qo'shnisi Ozarbayjon Nagorno-Qarabaq rayoni talishib bir necha 10 yildan beri o'zsiz qarshilashib keldi. Ozarbayjon 2020-yildagi urushda Armeniyani mag'lub qilib, Nagorno-Qarabaq rayonini tizginlash huquqini qo'lga keltirgan edi. Armeniya mushayapti Ozarbayjon Nagorno-Qarabaq rayoni sirtidagi rayonlar hujum qildi deb ko'rsatdi. Ozarbayjon bo'lsa Armeniya ig'vogarchilik qildi deb ko'rsatdi. Shunga biz javob qaytardik dedi. Dal shunday paytda Amerika Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi Armeniyaga ziyoratga keldi.